Tolibonni Tora-Bora g'orlariga quvamiz. Pokiston mudofaa vaziri. Putinning yangi quroli Poseidon uyg'ondi, dunyo jim qoldi. Tramp qaytardi, AQSh yadroviy sinovlarni boshlaydi, dunyo xavotirda. Braziliyadagi to'qnashuvlar davom etadi, yuzlab qurbonlar bor. Pekin-Washington o'qida burilish, dunyo iqtisodiyoti nimani kutmoqda? Men juda katta xato qilganman, chunki O'zbekistonga ilgari hech qachon kelmaganman. Rossiyada benzin nega qimmatlayapti? Tolibonni Tora-Bora g'orlariga quvamiz, Pokiston mudofaa vaziri. Pokiston mudofaa vaziri Havaja Asif Afg'onistonning Tolibon harakatini butunlay yo'q qilish bilan tahdid qildi. Unga ko'ra Pokiston qurollarining hatto kichik bir qismini ishlatmasdan ham afg'on hukumatini vayron qilib, ularni yana Tora-Bora g'orlariga qochishga majbur qila oladi. Asifning so'zlariga ko'ra, Tolibonning yana Tora-Bora g'orlariga qochib ketishi mintaqa xalqi uchun esda qoladigan manzara bo'ladi. Tora-Bora Afg'oniston sharqidagi tog'li hudud bo'lib, Tolibon va Al-Qoida jangarilari bu yerda bir paytlar yashirinib qo'nim topgan. Vazir Tolibon hokimiyatni saqlab qolish uchun Afg'onistonni yangi urushga tortayotganini ta'kidlamoqda. Turkiyada o'tgan 4 kunlik Afg'oniston-Pokiston muzokaralari muvaffaqiyatsiz tugagach, Asif X tarmog'ida shunday post qoldirgan. Biz tinchlik imkoniyatini yaratish uchun birodar davlatlarning iltimosiga binoan muzokaraga kirishdik. Ammo Tolibon rasmiylarining zaharli so'zlari ularning asl niyatini ko'rsatdi. Agar Tolibon yana Afg'onistonni vayron qilmoqchi bo'lsa, bu ularning tanlovi. Pokiston mudofaa vaziri Afg'oniston imperiyalar qabristoni degan mashhur ibora va u bilan urushga kirish xavfli oqibatlarga olib kelishi haqidagi ogohlantirishlarga javoban shunday degan. Pokiston imperiya emas, lekin Afg'oniston o'z xalqining qabristoniga aylangan. Tarixda siz imperiyalarni yengmagansiz, siz ularning o'yin maydoniga aylangansiz. U Tolibon ichidagi urush tarafdorlarini Pokistonning qat'iyatini past baholamaslikka chaqirmoqda. Agar Tolibon biz bilan urushmoqchi bo'lsa, butun dunyo bu tahdidlar faqatgina sirk tomoshasi ekanligini ko'radi, deya qo'shimcha qilgan u. Putinning yangi quroli Poseidon uyg'ondi, dunyo jim qoldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Poseidon nomli yadro reaktori suv osti dronining sinovi muvaffaqiyatli o'tganini ma'lum qildi. Bu haqda RBK xabar berdi. Putinning so'zlariga ko'ra, dron 28-oktyabr kuni suv osti kemasidan uchirilgan va bu safar uning yadro dvigateli birinchi marta muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. U ma'lum vaqt davomida to'liq quvvatda ishlagan. Prezident bu sinovni katta yutuq deb atab, Poseidonning tezlik va chuqurlik bo'yicha dunyoda tengi yo'qligini ta'kidlagan. Poseidon Sarmat raketasidan ham kuchliroq, u dunyoda mavjud hech bir tizim bilan to'xtatib bo'lmaydi. Texnikaning tezligi va suv ostida yurish chuqurligi tengsizdir. U hozircha boshqa hech qanday mamlakatlarda yo'q, degan Putin. U shuningdek Poseidonning yadroviy reaktori suv osti kemalaridagi reaktorlarga qaraganda 100 barobar kichik, ammo quvvati ancha yuqori ekanini qo'shimcha qilgan. Bundan oldin Rossiyada yadroviy dvigateli Brevestnik